Assalomualaikum. Yakub House obunachilaringiz mijozlarimiz. Bir qavatli hovli-joy bugun chiqdi. Aslini ko'rib chiqamiz, qaranglar. Adres tushuntirib bering. Bu onda Qirg'izyap, bu tarafimiz Pushkin ko'cha. Progressdamiz, yaqinlar. Shu yerda Pajarni xotli 15 metr 30 metrlik hovli-joy chiqdi. Hozir Ramazon aksiyadamiz, primoy egadan bo'ladi. Boshda ish Pajarni xotini ko'rsatib bering, chunki bu nafaqat oluvchiga, balki foydalanuvchiga ham yaxshi, ya'ni joychalar ham zo'r proyekt. Chunki bu yerdan şuradan 1 2 3 4 5 joy solib bersangiz da bo'ladi. 30 metr. Bilasizlar, bu proyektlar balki proyektlar 15 metr 30 metrlik joylar hozir yo'q. Shundan boshlanadi hadina tanlov tushganida. Shunga qarab ketadi. Bundan bir joy uj boshlab berganlar, shu hovli joyning orqa tarafi. Bu yerdan ham bemalol shundattirib joylarni bosib bersangizlar ham bo'ladi. Xohlasanizlar bir qavatli hozir cho'tki geçib turibdi, bir qavatli hovli joylar, shuni bosib bersangizlar ham bo'ladi. Yıkıp solib, agarda qilaman desangizlar, zo'r imkoniyat bor bu yerda. Xullas, endi joydan bir ko'rsatib o'tayin. Joy giraverishimiz shuningdek katta dalon, prixожий zona. Yaqinda aytib o'tayin, remont talab, lekin polni ayna kapsasini almashtirib, отопленияsi, kuxnyasi, banyasini qilish kerak. Bu yerda bir xonasi, qaranglar. Bu yerda ikkinchi xona. Xonalar ham hammasi katta-katta, endi avvalgi proyekt kubi. Zali. Bu yerda koridorda kuxnya bo'lgan, shu yerda kuxnya bo'lgan. Bu yerda yana bir xonasi. Spalni degin emas, hammasi katta-katta. Hozir biz уже spalnilar o'rganganmiz. Bu yerda yana bir xona. 4 xona, bir dalon. Yaqinlarda bog' tarafdan ko'rsatmayman. Bu yandan chiqib shura boyni qurib netsa bo'ladi. Endi yashayman degan odam ham yaxshi, chunki narxi zo'rdan. Endi hech kim yashamaganda kishining holatiga kelib turibdi. Endi yana Pajarni xotini shunda yana joylarni tashlab bersangizlar bo'ladi, bemalol. Yaqinlar narxi ajoyib. Narxini qaranglar, hozir primoy egadan chiqib turibdi. Bilasizlar, joylar narxi 690 million. Pastda egani nomeri bemalol ega chiqib sodalashsizlar bo'ladi.